Assalomu alaykum. Fikrat tahlil dasturining navbatdagi soni efirda studiyada doimiy ekspertimiz siyosatshunos dotsent Bektosh Keberdiyev. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bektosh aka, xush kelibsiz. Shu vaqt bo'ling, rahmat. Boya bir siz bilan hangomalashdik, shu urushni tezroq tugatamiz deb. Endi umuman olganda 27-noyabrgacha muddat deb juda ko'p aytildi. Tramp tomonidan ham aytildi, uning matbuot kotibi tomonidan ham aytildi. Va ertaga 27-chi Bektosh aka. Ertaga urush tugashini kutish kerakmi? Juda bir qiyin savol. Bu savolga hattoki urushning ishtirokchilarining o'zlari ham javob bera olmayapti. To'g'risini aytadigan bo'lsak, masalan, oxirgi paytlarda na Vladimir Putindan, na Zelenskiydan bu borada aniq bir pozitsiya yangragani yo'q, aniq bir fikr yangragani yo'q. Ikkalasi ham bir-birini ayblash bilan va shuningdek Donald Trump tomonidan taklif qilingan tinchlik rejasini hamma bandini go'yoki bir nima deydi, muhokama qilish bilan ovora. Lekin shunday bo'lsa-da, albatta urush borgan sari bizning fikrimizcha oxiriga yaqinlashib kelyapti. Nima bo'lganda ham, chunki ikki tomon ham charchagan, ikki tomon ham aslida tinchlikdan manfaatdor. Faqat Ukraina masalasi birmuncha jiddiyroq, sababi bu yerda tashqi aralashuv kuchliroq. Tashqi aralashuv deganda biz bu yerda birinchi navbatda Yevropa ittifoqi va Yevropa davlatlarini nazarda tutsak bo'ladi. Yevropa davlatlarining pozitsiyasi doimo urushdagi pozitsiyaga mos kelmayapti. Siz aytmoqchizki, Rossiya qarorini o'zi qabul qilishi mumkin, lekin Ukrainada bunday emas. Xuddi shunday. Rossiyani endi o'zi bilamiz, bu Vladimir Putinning qarori, bu Rossiyaning qarori. Lekin Vladimir Zelenskiyning qarori bu Ukrainaning qarori emas. Bu Vladimir Zelenskiy bu borada aniq qaror qabul qila olmaydi. Albatta Yevropadagi sheriklari bilan, hamkorlari bilan gaplashishi va ular rozi bo'lgandan keyingina, demak, bu yerda tinchlik shartnomasiga rozi bo'lishi mumkin. Endi ko'rib turibmiz, ham doim muhokama qilinyapti. Mana shu har bitta bandlar mana 28 tadan 19 taga tushirildi deydi. Lekin 19 taga tushirilgan bu bandlar bugun Rossiyani qoniqtirayotgani yo'q va Rossiya nima zakulisami deydi-ku, ya'ni orqa ravatdan turli xil axborotlar sizdirib chiqarilyaptiki, bu 19 ta band bizni qoniqtirmaydi. Biz umuman urushni boshqacha sharoitda tugatishdan manfaatdormiz. Ya'ni kim haqiqatda urushda u yoki bu darajada g'alaba qozonayotgan tomon sifatida. Lekin Rossiyaning ahvoli ham juda yaxshi emas. Mana ko'rib turibmiz, Pokrovsk va shimoldagi Kupyansk ikkalasida ham vaziyat juda bir Rossiya tomoni uchun 5 kun 6 kunlar oldin bo'ldi. Kupyansk ham olindi, Pokrovsk ham olindi degan ma'lumotlar tarqatilgan edi, lekin bugun ziddiyatli, buning ziddi bo'lgan axborotlar kelib turibdi. Ya'ni Pokrovskda rus qo'shinlari juda katta, Rossiya qo'shinlari juda katta talofat ko'rganligini va shuning uchun ham Pokrovskda to'liq hali ham egallab ola olmaganligi haqidagi ma'lumotlar. Bundan kelib chiqadigan bo'lsak, hali ikki tomon ham bir tomondan g'urur yo'l qo'ymayapti. Ya'ni kim bo'ldi, mayli shu yerda to'xtata qolaylik deyishga. Ikkinchi tomondan Rossiyaning talablari nihoyatda kattalik qilyapti Ukraina uchun. Ukraina tomoni buni imzolash uchun albatta bir juda katta bir ko'mak kerak. Qaysi ma'noda ko'makki? Yevropa davlatlarining ma'naviy ko'magi va shuningdek Yevropa davlatlari ham ba'zi bir holatda rozi bo'ladigan tomonlari kerak. Ya'ni ular rozi bo'lishi kerakki, mayli mana shu shartlarda to'xtatamiz deb. Amerika Qo'shma Shtatlari haqida gapiradigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining asosiy strategik maqsadlariga erishib bo'ldi. Ya'ni tasavvur qiling, bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlari juda katta na moliyaviy, na moddiy boshqa zarar ko'rgani yo'q. Aksincha, butun Yevropadagi gaz bozorini bugun nazorat qilyapti. Rossiyaning gazi Yevropaga kirib kelmaydigan katta bir strategik maqsadga erishdi. Bundan tashqari butunlay qurol yaroqlarini dunyo bo'yicha sotilishi bilan bog'liq juda katta zakaz portfelov deydi, portfel zakazi, ya'ni juda katta buyurtmalarni o'zi deyarli qabul qildi. Yevropa davlatlarini ham qurollanishga chorladi. Demak, Yevropa davlatlari ham juda katta mablag'ini bugun qurollanishga sarflashga tayyor va bu qurollarni bilamizki, asosan Amerika Qo'shma Shtatlaridan oladi. Umuman olganda urush o'zining mantig'i bor va bu mantig'i bo'yicha davom etyapti. Bu yerda eng katta zarar ko'rgan albatta urushning to'g'ridan to'g'ri ishtirokchisi bo'lmish Ukraina va Rossiya bo'lib qolyapti. Lekin umid qilamiz, albatta Donald Trampning tinchlik rejasini mayli kimning qarori asosida bo'lsa-da, kimning manfaatini ustun qilib bo'lsa-da, tinchlik rejasini ilgari surishining o'zi katta gap. Umuman olganda Amerika Qo'shma Shtatlarining elitasi ham, Amerika Qo'shma Shtatlarining korporatsiyalari ham
takrorlab aytganimizdek, ya'ni bugun asosiy strategik maqsadga deyarli erishdi va urush endi ular uchun o'ta qiziq emas. Chunki bu yerda Rossiyaning doimiy sanksiyalar ostida yashashi natijasida Amerika Qo'shma Shtatlarining ko'plab kompaniyalari ma'lum bir daromaddan mahrum bo'lyapti. O'sha daromadni qaytadan tiklash, qaytadan o'sha daromadlarni qo'lga olish Rossiya iqtisodiyotini juda katta bir o'zlariga munosib tarzda bir imkoniyatlarga ega bo'lish uchun Amerika Qo'shma Shtatlarining kompaniyalari, korporatsiyalari endi urushni to'xtatishga va demak bu Yevropada katta shaharlarni qayta tiklash va bu yerda juda katta investitsion muhitni yaratishga endi harakat qilishi tabiiy deb hisoblaymiz. Rahmat. Bektosh aka, Yevropa ham urushni tezroq tugatishni istayapti deyish mumkinmi? Yevropa ham urushni albatta tezroq tugatishni va tezroq qurollanishni va tezroq Yevropaning qudratli armiyalarini yaratishni xohlayapti. Chunki urush sharoitida bunday holatga erishish birmuncha qiyin. Chunki urush davomida bilasizmi, baribir ma'lum bir resurslar sarflanadi. Bundan tashqari aholining, umuman bugun Yevropa aholisining ham ongida axborot ta'siridadir, boshqa ta'sirdadir. Rossiya ertaga bularga hujum qilishi mumkin degan xavotirlar mavjud. Bundan tashqari Ukrainadan va boshqa davlatlardan juda katta migratsiya oqimi kirib kelgan Yevropaga. Yevropa davlatlari kattadan katta resurslarni, mablag'larni Ukraina fronti uchun ajratishga majbur bo'lyapti, hokazo. Ya'ni oldindagi asosiy maqsadlar qolib, boshqa maqsadlarga Yevropa davlatlari katta resurs, vaqt sarflashga majbur bo'lyapti. Shuning uchun ular ham urushdan tugashidan manfaatdor, lekin ularning o'zining qarashi bor. Ya'ni urushning tugashida birinchi navbatda Ukrainaning va ikkinchi navbatda Yevropaning manfaati ta'minlangan holda urush tugashi kerak. Ya'ni ularning fikricha Rossiya hamma hududlardan chiqib ketish kerak va kerak bo'lsa Yevropada muzlatilgan mablag'laridan Ukrainani tiklashga juda katta mablag'lar sarflanishi, ishlatilishi kerak. Ukraina yana oldingi chegaralardagi asosiy qudratli davlat sifatida ham NATOga a'zo bo'lishi kerak, ham Yevropa ittifoqiga. Lekin bu holatlar Rossiyaga ma'qul kelmayapti. Ya'ni hali ham tomonlar o'rtasidagi pozitsiyalar bir-biridan uzoqligi tufayli urush cho'zilyapti. Endi boya Rossiyani 19 ta band qoniqtirmaydi dedingiz, Bektosh aka. Bu sabablari, asosiy sabablari nimada? Rossiya uchun muhim bandlar chiqib ketganidanmi yoki o'zi umuman rejaning qisqarishimi? Yo'q, endi qarangda, 19 ta bandning ichida qolayotgan holatlar. Bu Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishi bilan bog'liq erkin qaror qabul qilish imkoniyati. Rossiya o'zi boshidan nima uchun urush olib boryapti? Ya'ni kim Ukrainani NATOga a'zo qilmaslik. NATOga a'zo bo'lishi bu Rossiyaning chegaralarining oldida to'g'ridan-to'g'ri NATOning armiyasi paydo bo'ldi degani, xuddi Latviya, Litva, Estoniyaga o'xshab. Lekin Ukrainaning sharoiti, Ukrainaning imkoniyati, Ukrainaning hududi, Ukrainaning harbiy salohiyati kabi holatlar ruslarni qo'rqishga majbur qiladi doim. Ya'ni chegaramizning oldida NATOning bizga qarab turgan raketalari bo'lishi deydi. Ikkinchidan, Rossiyaning Qora dengizdagi erkin faoliyatini ta'minlovchi Qrim, mayli u Rossiyaning tarkibida bo'ladimi, Ukraina tarkibiga qaytadimi, baribir Rossiya uchun bu yerda juda katta xavf. Bu yerda Qrimning haqiqatda bir unikal geosiyosiy holati borki, Qrimni egallagan, Qrimda hukmronlik qilgan kuchlar juda katta butun Yevrosiyo va shuningdek Sharq mamlakatlariga ham juda katta bir geosiyosiy ta'sir o'tkaza olish qobiliyatiga ega. Nafaqat Qora dengizda, balki umuman olganda Qora dengizga tutash hududlarda ham. Shuning uchun ham Rossiya bu Qrimni imkon qadar o'ziniki bo'lishini jon jahdi bilan xohlaydi. Demak, NATOga a'zo bo'lish bilan bog'liq masalasi. Ikkinchisi, demak, masalan, eng noziklarini aytib o'taylik, Ukrainaning armiyasini qisqartirmasligi. Ya'ni Ukraina bu armiyasini qancha sonli armiyasini ta'minlay olishi bu Ukrainaning o'ziga qolishi kerak, o'zining ixtiyorida bo'lishi kerakligi. Mana shu asosan ikkitasini bugun ruslar bizga ma'qul emas degan nimada narrativ sifatida ko'rsatyapti va demak mana shu bandlarni bunda qarab chiqadigan bo'lsak, Rossiya tomonidan go'yoki kiritilgan 9 ta ortiqcha band deb hisobladi bu Jenevadagi muzokaralarda. Mana shu 9 ta ortiqcha bandning chiqib ketishi, tasavvur qilingki, bu yerda Rossiyaning 3 yil, 4 yildan beri olib borgan faoliyatini shunchaki yo'qqa chiqarib qo'yyapti va bunga mening fikrimcha ruslar umuman tayyor ham emas, buni qabul ham qilmaydi. Ya'ni kim urushni davom ettirish istagini bildiryapti. Lekin yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerakki, Ukraina ham masalan bu yerda yetarlicha
yon berishga boryapti bu yerda. Chunki baribir 19 ta band qolayotgan 19 ta bandning o'zi Rossiya uchun ham, Ukraina uchun ham katta imkoniyatlarni taqdim qiladi, lekin baribir birinchi marotaba taklif qilingan Trampning rejasini Ukraina tomoni hazm qila olmayotgan holat shuki, buni Steve Witkoff va Dmitriyev ikkalasi tayyorlagan. Bu yerda haqiqiy ruslarning g'alaba ruhi ufurib turibdi deb shuning uchun ham katta qarshiliklar bo'ldi va hattoki bu nafaqat Yevropada, balki Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zida ham demokratlar tomonidan, boshqa kuchlar tomonidan juda katta qarshilik bildirildi. Hattoki bitta narsaga e'tibor qarataylik, Rubioning o'zi, ya'ni Amerika davlat departamenti rahbarining o'zi Rubio ham aytdiki, meni bundan xabarim yo'q edi. Steve Witkoff bilan Dmitriyev tayyorlagan bu tinchlik rejasidan degan gapni bilmasdan gapirib yubordi. Bu esa avvalo mana shu yerda tinchlikni o'rnatish bilan bog'liq tashabbusga ham putur yetkazdi. Donald Trampning ma'lum ma'noda obro'sizlanishiga sabab bo'layapti. Shuning uchun ham Donald Tramp bu yerda hozir endi Ukrainaga bosim qilishdan birmuncha o'zini tiyadi. Bu Ukrainadan qo'rqqanidan emas, Yevropadan qo'rqqanidan emas, balki ichki Amerika Qo'shma Shtatlarining ichki jamiyatidan qo'rqqanidan albatta bu bosimni kamaytiradi va aksincha bosimni Rossiyaga nisbatan kuchaytirishi mumkin. Lekin ko'rib turibmiz, Rossiyaga ruschasiga bitta gap borku, dalshi nekuda degan. Endi bundan ortig'i bo'lishi mumkin emas sanksiyalardan ham. Shuning uchun ham demak, to'g'risini aytadigan bo'lsak, bu yerda hali pozitsiyalardagi uzoqlik, ya'ni pozitsiyalar hali bir-biridan juda uzoq bo'lib turibdi. Muddat nima bo'ladi Bektosh? Endi muddatni ko'ramiz. Muddatni hech qanaqangi bu yerda ahamiyati bo'lmaydi. Muddat nima bo'lishi mumkin? Mana Ukraina ham o'zining pozitsiyasini bildirdi. 19 ta bandga tushirdi. Endi uni Donald Trump uni Rossiyaga bosim bilan o'tkaza olmaydi bugungi bu 19 tani. Chunki Rossiyaliklar Rossiya tomoni aytayapti. Ya'ni bu 19 ta band birinchidan bizni qoniqtirmaydi. Ikkinchidan bizni qoniqtiradigan bo'lganda ham ichidagi har bir bandni albatta hali ko'rib chiqishimiz kerak. Bu hali muhokamalarni talab qiladi degan fikrlarni bildirib o'tyapti. Shuning uchun mening fikrim bu ertaga urush tugaydi degani emas. Hali bu yerda kelishilishi lozim bo'lgan ko'p jihatlar mavjud. Endi Tramp ultimatum qo'ygan-edi, agar bu reja qabul qilinmaydigan bo'lsa, Ukrainani qo'llab-quvvatlash kamaytiriladi, birinchi razvedka ma'lumotlari berilmaydi, moliyalashtirish qisqartiriladi, qurol-yarog' mana shunday ketaverishi bilan qo'rqitgan edi. Bu amaldami hali ham? Bu amalda, lekin mening fikrimcha Tramp bunchalik katta riskka bora olmaydi. To'g'ri, ma'lum bir holatda aloqalarni yoki Ukrainani qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq kampaniyani cheklashi mumkin, lekin butunlay uni yo'qqa chiqara olmaydi. Chunki agar butunlay yo'qqa chiqara oladigan bo'lsa, bu holatda Amerika Qo'shma Shtatlarining fundamental muammolariga, fundamental manfaatlariga katta zarar yetgan bo'ladi va Yevropa davlatlari singari asosiy hamkorlariga, asosiy sheriklarining ham demak nima deydi, qarashlarini hisobga olmagan bo'ladi mening fikrimcha. Shuning uchun Donald Trump bu darajadagi riskka bora olmaydi va vaziyatni menimcha yumshatadi. Chunki 19 ta bandni Rossiya tomoni uchun foydasiz tinchlik rejasini ilgari surganligi bilan iloji yo'q. Chunki Rossiya tomoni asosiy ishtirokchi-ku bu yerda. Shu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, bu vaqt bilan bog'liq ultimatum o'z kuchini ko'rsatmaydi. Lekin Ukraina tomoni uchun ham oson bo'ladi deya olmaymiz. Ukraina tomoni ham so'nggi paytlarda juda ko'p marotaba Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trampga ko'p bora go'yoki qarshi borayotgandek ko'rinyapti. Gohida masalan ko'rgan bo'lsak, bu yil boshidan beri juda bir mojaroli vaziyatlarni ham ko'rdik o'sha avval kabinetda. Shuning uchun Ukraina ham imkon qadar Donald Trampning nafratiga duchor bo'lmaslik yo'llarini qidiryapti. Rahmat Bektosh aka. Agar biroz umumlashtiradigan bo'lsak, mana shu kelishuvlarning shu safar ham amalga oshmasligidan ko'proq kim yutadi yoki kim ko'proq yutqizadi? Farqi yo'q. Bu yerda bilasizmi, urush boshlangandan beri yutayotgan, yutqizmayotgan tomon deydigan bo'lsak, bu yerda men masalan bemalol aytgan bo'lardim, Amerika Qo'shma Shtatlarini yutqizmayapti. Ikkinchi jahon urushini eslaydigan bo'lsak ham Lend-Liz programmasi dasturi orqali sobiq Sovet ittifoqini qurollashtirishdan tortib G'arbiy Yevropani demak qo'shinlarini
qayta Gitler Germaniyasiga qarshi birlashtirishgacha bo'lgan jarayonlarda katta mablag' sarflagan Amerika Qo'shma Shtatlari Ikkinchi jahon urushidan keyin uni demak 10 baravar qilib u xarajatlarni chiqarib olgan edi. Endi Rossiya Ukraina urushida bu meni butunlay nima deydi, shaxsiy fikrim, subyektiv fikrim desam ham bo'ladi. Urushning boshlanishidan beri Amerika Qo'shma Shtatlari qancha xarajat qildi, bu narsa hali aniq emas. Masalan, gohida 300 milliard deyilyapti, gohida Donald Trampning o'zi 500 milliard dedi. Ukrainaning prezidenti Vladimir Zelenskiy esa 200 milliard atrofida Amerika Qo'shma Shtatlari bizga yordam ko'rsatdi dedi. Endi bu yordam ko'rsatish, bilasizmi, to'g'ridan to'g'ri Amerika Qo'shma Shtatlarining byudjetidan emas, balki ma'lum bir zaxira mablag'lari yoki harbiy sohani rivojlantirish uchun ajratilgan grant mablag'lari, shunga o'xshagan mablag'lardan yo'naltirilgan edi birinchidan. Ikkinchidan, Amerika Qo'shma Shtatlari yutqizmayapti deganligimiz boya aytib o'tdim. Bugun Yevropaning gaz bozorini butunlay qo'lga kiritdi. Va bundan tashqari, demak, endi Yevropa davlatlarini qurollantirish bilan bog'liq juda katta loyihalarni ilgari suryapti. Va mana shu holatlarning o'zi Amerika Qo'shma Shtatlarining bu urushdan katta yutqizmaganligini, bironta ham Amerika Qo'shma Shtatlarining fuqarosi vafot etgani yo'q, harbiy sohada to'g'ridan to'g'ri ishtirok etayotgani yo'q. Uchinchidan, harbiy jarayonlarda ishtirok etish orqali Amerika Qo'shma Shtatlari juda katta tajribani qo'lga kirityapti. Ya'ni Rossiya armiyasining zaif tomonlarini albatta kosmosdan va boshqa joylardan razvedka ma'lumotlarini olish orqali, to'g'ridan to'g'ri qurollarni sinab ko'rish orqali Amerika Qo'shma Shtatlari katta tajribaga ega bo'lyapti. Demak, ular zarar ko'rmayotgan bo'lsa, ikkinchi kam zarar ko'rayotgan davlatlar bu Yevropa davlatlari. Ya'ni ular ko'proq moliyaviy va qurol-yarog' yordamini ko'rsatyapti. Qurol-yarog'ini ham endi to'g'risini aytishimiz kerak. Kim nima deyishidan qat'iy nazar, juda ko'p eski qurollaridan bugun Yevropa qutulib oldi desak ham bo'ladi. Ya'ni tasavvur qiling, o'sha T-72 tanklari bor edi. Bu endi o'tgan asrning o'rtalarida deyarli ishlab chiqarilgan tanklar. Ikkinchi yarmida juda ko'p Rossiyaning, Sovet ittifoqining harbiy samolyotlari bor edi. Ko'p harbiy eski qurollarni hammasini Ukraina frontiga berib yuborish orqali, demak, ular bugun qurolli kuchlarni qaytadan modernizatsiya qilishga harakat qilyapti. To'g'ri, moliyaviy yo'qotishlar bor, chunki bugun boya aytib o'tdik-ku, gaz bozorini Amerika Qo'shma Shtatlari egalladi. Bu suyultirilgan gaz birinchidan, ikkinchidan Rossiyaning trubada keladigan gazidan ko'ra anchayin qimmat. Bu birinchi navbatda Germaniya iqtisodiyotiga juda katta zarar yetkazyapti. Nima uchun? Germaniya dunyodagi eng katta kimyo sanoatiga ega bo'lgan davlatda. Kimyo sanoati esa eng ko'p gazni, ya'ni gaz yoqilg'isini, energetik resurslarni talab qiladi va arzon energetik resurslar bu to'g'ridan to'g'ri Rossiyadan kelar edi. Bu tomondan, demak, ikkinchi holatda bu yerda eng katta zarar ko'rayotgan, ikkinchi o'rinda zarar ko'rayotgan desak ham bo'ladi, zarar ko'rmayotgan desak ham bo'ladi, bu Yevropa. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri urushda ishtirok etmayapti. Uchinchidan, bu yerda Rossiya tomoni juda katta insoniy yo'qotishlar, image, sanksiyalar va shu bilan birgalikda qurol yaroqlarining armiyasi to'g'risidagi afsonalarning ochilib qolganligi. Ya'ni butun dunyo Rossiyaning armiyasini dunyodagi ikkinchi o'rinda turadigan qudratli armiya deb bilardi shu paytgacha, lekin aslida unday emasligini, bu yerda demak umuman urush taktik jihatdan bugungi kunda boshqacha bir insoniyat bosqichga kirganligini ko'rsatdi va Rossiyaning armiyasi to'g'risidagi miflar yo'qoldi. To'rtinchisi, albatta jafokash, bu yerda Ukraina davlatini aytishimiz mumkin. Ukraina davlatining oldida to'g'risini aytadigan bo'lsam, mening fikrim, bu imkoniyatlar bor edi. Butun mamlakatning, demak, butun sharqiy qismini vayron qilmasdan turib, balki Rossiya bilan ma'lum ma'noda muzokaralar olib bora bilishi kerak edi urush boshlanishidan oldin. Donetsk, Lugansk ajralib chiqqan edi, bilamiz. U yerda doimiy urush to'xtagani yo'q edi. Mana shu urushlarni to'xtataman deb kelgan Zelenskiy kesaki, demak, bu qoya dengizda suzib yurgan aysberglarning faqat tepasini ko'rgan ekanligini tan oldi. Ya'ni okeanning tagida juda katta muzning, demak, o'sha quyi qismini suzib yurganligini, bu yerda o'zi to'xtata olmasligi, bu juda katta geosiyosiy kurashlar tikilganligini anglab yetdi, lekin vaziyat kech edi. Bugun Ukrainani adashmasam 200 dan ortiq shaharlari, qishloqlari, endi qishloqlarining soni adashmasam 1,5 mingdan oshib ketadi vayron bo'lgan shaharlari, qanchadan qancha aholisi ko'chib ketdi. Endi ko'rgan zararining chegarasi yo'q.
Shuning uchun mana shunday, ya'ni kim eng ko'p zarar ko'rgan davlatlarni klassifikatsiyasini mana shunday sanab chiqqan bo'lar edim bosqichma-bosqich tarzda. Bektosh aka, endi tendensiyalarga e'tibor beradigan bo'lsak, vaziyat qanday rivojlanishi kerak? Keyingi qadamlar kimdan va qanday bo'lishi kerak? Endi bu yerda mening fikrimcha Rossiya tomoni 19 ta bandni o'rganib chiqadi va nima bo'lganda ham baribir bu yerga bitta ikkita band qo'shsa kerak Rossiya tomoni ham. Chunki bu 19 ta band Rossiyaning g'alabaga yaqinlik ruhini butunlay tushirib yuborgan va Rossiya bunga rozi bo'lmaydi. Lekin Ukraina tomoni ham o'zining fikrida qattiq turib ololmasligini juda yaxshi biladi. Ular faqat hozircha bizga mana shu 19 ta band ma'qul deb berdi. Lekin u narsa hali Rossiya bilan muhokama qilingandan keyin bu balki 23 taga, 22 ta yoki 24 tagacha band bo'lib o'zgaradi va kuchli muzokaralar natijasida balki umid qilamiz, mening fikrimcha tendensiya shunga qarab ketyaptiki, dekabr oyi muzokaralar davri bo'ladi. Ya'ni mana shu dekabr oyida Rossiya va Ukraina Amerika Qo'shma Shtatlari bilan birinchi hamkorlikda, undan keyin yevropalik hamkorlari bilan Ukraina bir tomon bo'lib, demak, muzokaralar davri bo'ladi va mana shu dekabrning oxiriga qadar Amerika Qo'shma Shtatlarining dastlabki tinchlik rejasi 28 taga da banddan iborat tinchlik rejasiga yaqin holatda urush albatta yakunlansa kerak va mening fikrimcha shunday ketyapti, tendensiya shunga qarab. Balki endi 28 ta hamma emas, 19 ta emas, balki Rossiyaning albatta bitta ikkita pozitsiyasi uchun Ukraina ma'lum bir pozitsiyalarni qurbon qiladi va bunga Ukrainani mening fikrimcha tayyor ham deb o'ylayman. Lekin Yevropa davlatlari ham vaziyatni chuqur anglashi lozim bu yerda. Ukrainalarning o'lib ketayotganligi, Ukraina shaharlarining vayron bo'layotganligini Yevropa ham his qilgan holatda agar harakat qilganda balki bu urushga anchayin ertaroq ham yakun yasash mumkin bo'lar edi deb hisoblayman. Rahmat Bektosh aka, keyingi savolimiz hozir muxlislardan ham kelyapti. Demak, Qirg'izistonga Vladimir Putin tashrif buyurdi. Shu haqda ham ma'lumot bersangiz, bu tashrifning maqsadlari mana shular haqida dedilar. Xo'sh, endi Vladimir Putin kecha demak Qirg'izistonning Bishkek shahriga tashrif buyurdi. Endi buni aytib o'tishimiz kerakki, bu ikkalasi juda tez ko'p uchrashib turadigan prezidentlar. Chunki so'nggi paytlarda Vladimir Putin Yevropa mamlakatlari rahbarlari bilan yoki dunyoning kuchli iqtisodiyoti davlatlari bilan uchrashuvlari borgan sari kamayib ketyapti va masalan so'nggi 2024-yilning o'zida o'tgan yili Rossiya va prezidenti Vladimir Putin va Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 5 marta uchrashgan. Endi bu yerda Rossiyaning bir qancha manfaatlari, juda katta manfaatlari bor. Qirg'izistonning bir foydali tomoni bo'lgan ediki, bu narsa Yevropa davlatlari va Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan Qirg'izistonning gohida ogohlantirilishiga ham sabab bo'lgan edi. Bu yerda Rossiyani sanksiyalarni aylanib o'tish bilan bog'liq holat. Qirg'iziston tomoni juda ko'plab texnologiyalarni Rossiyaga yetkazib berganlikda ayblandi va bunday bo'lishi ham tabiiy, tan olib aytaylik, Qirg'iziston juda kichkina davlat, Rossiyaday davlat uchun endi adashmasam bugun 9 million aholisi bor, 9 million atrofida, undan ham kamroq 8 million 600 ming shunaqa. Adashmasam shunday. Buncha aholiga ega bo'lgan davlat, hududi ham kichkina va eng asosiysi Rossiya iqtisodiyotiga butunlay bog'liq tomoni bor, bu ham bo'lsa mehnat migrantlari. Bugun Qirg'izistonning aholisining juda katta qismi Rossiyada mehnat migranti sifatida ishlaydi va mamlakat byudjetining adashmasam 50% ga yaqinini aynan mana shu migrantlarning jo'natmalari tashkil qiladi. Bu nimani anglatadi? Bu Qirg'izistonning Rossiya bilan bevosita bog'langanligini. Bundan tashqari bir qancha tuzilmalar bor. Bu kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti deydi, Yevroaziz deydi, bojxona ittifoqi deydi. Mana shu tashkilotlar doirasida Rossiya bilan Qirg'izistonning aloqalari nihoyatda kuchli. Yana bitta holatni aytib o'taylik. Boya aytdik-ku, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida, demak, Qirg'iziston xavfsizlik nuqtai nazaridan bevosita Rossiyaga tayanadigan mamlakat hisoblanadi va shuningdek u yerda harbiy bazasi ham bor. Harbiy bazasi ham bor. Bundan tashqari juda ko'plab Qirg'izistonning harbiylari
o'qishi, malaka oshirishi bevosita Rossiyada amalga oshiriladi. Iqtisodiyoti, qishloq xo'jaligi bilan bog'liq holati juda ko'p jihatdan Rossiyaga bog'liq. Endi umuman olganda Rossiyaga har tomonlama bog'liq ekan va bunday holatda demak Rossiya yanada Sharq mamlakatlari, ayniqsa Markaziy Osiyo mamlakatlariga jiddiy e'tiborni qaratyapti. Nima uchunki? Chunki nima deymiz? Haligi so'nggi tobora ittifoqchilari kamayib borayotgan holatda har qanday u kichkina davlat bo'ladimi, katta davlat bo'ladimi, ular bilan aloqalarni rivojlantirish Rossiyaning bugungi kundagi strategik tashqi siyosati deyishimiz mumkin. Shu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, masalan, bugun Markaziy Osiyoga ham ko'z tashlayotgan, asta-sekin kirib kelayotgan davlatlar borligini Rossiya tomoni juda yaxshi anglaydi. Ayniqsa Qirg'izistonning to'g'ridan-to'g'ri chegaradosh davlati hisoblanmish Xitoy bugungi kunda adashmasam iqtisodiy jihatdan Qirg'izistonning birinchi raqamli hamkori bo'lib turibdi. Ikkinchi raqamli esa Rossiya bunday hamkorni albatta yo'qotib qo'ymaslik uchun harakat qiladi. Xitoyning ta'siriga tushirib qo'ymaslik uchun harakat qiladi va shu bilan birgalikda Markaziy Osiyodagi jarayonlarga, geosiyosiy jarayonlarga aralashish uchun eng katta bir muhim mintaqa sifatida qaraydi va shuningdek bugungi kunda nimaga uchragan, sanksiyaga uchragan ko'plab kompaniyalari transformatsiyalashuv orqali Qirg'iziston tomonidan ish yuritish, Qirg'izistonga investitsiya kiritish yoki Qirg'izistonda ma'lum bir manfaatlarni ilgari surishga ham e'tibor qaratyapti va so'nggi paytlarda Qirg'iziston tomoni ham kichik quvvatga ega bo'lgan yadro atom stansiyalarini qurishga qiziqish bildiryapti va bunday holatda bilamiz, Xitoy tomoni doim tayyor, Qirg'izistonga kerak bo'lsa juda arzon narxda bunday atom elektr stansiyalarini qurishni taklifini bildiradi va bunday strategik soha Rossiyaning nazarida Xitoyga o'tib ketmasligi kerak. Bu Rossiyaning nimasida qolishi kerak, ta'siri ostida qolishi kerak. Chunki ko'rib turibmiz so'nggi paytlardagi jarayonlarni, masalan, Armaniston kabi davlatlar Rossiyaning ta'siridan chiqishga harakat qilyapti, kollektiv xavfsizlik shartnomasi doirasida ham. Bunga esa Rossiya tomoni to'g'ridan-to'g'ri yo'l qo'ya olmasligini ta'kidlayapti va shuning uchun ham demak kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining yig'ilishlari bo'lib o'tadi. Bilamiz, Qirg'izistonda sammiti deydimi, tadbirlar. U bo'yicha alohida savolim bor. U bo'yicha alohida. Demak, shuning uchun ham demak Qirg'izistonga tashrif buyurdi va bugun aynan mana shu harbiylar ishtirokidagi norasmiy tushlikda ham demak Vladimir Putin va Sadir Japarovning ishtiroki kutilayotganligini bugun matbuot xabar bermoqda. Xullas, bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, Qirg'iziston Rossiya uchun nihoyatda muhim janubdagi qo'shnilardan biri hisoblanadi. Bektosh aka, siz boya aytib o'tdingiz, demak Rossiyaning o'sha g'arb bilan munosabatlari yomonlashgani uchun majbur bo'lyapti Sharq bilan yana ham yaxshi bo'lib ketishga. Shundan kelib chiqish savol berish mumkinmi? Rossiyaning kelajagi endi Sharq bilanmi? Rossiyaning kelajagi hozircha Sharq bilan. Hozircha to bu mana shu Donald Trump tomonidan ilgari surilgan tinchlik shartnomasida Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni bekor qilish ham bor edi. Kecha buni Ukraina tomoni bunga rozi bo'lmadi, oldirib tashladi. Agar bu sanksiyalar bekor qilinadigan bo'lsa, Rossiya yana Yevropa bilan Yevropani ustuvor ko'radi Sharq davlatlaridan. Chunki Sharq davlatlarining aksariyati, to'g'risini aytadigan bo'lsak, yoki kambag'al, Rossiya uchun o'ta jozibador emas. Ikkinchidan, ular ko'proq energetik resurslarni iste'mol qiluvchi davlatlar hisoblanadi-da va arzon energetik resurslarni, masalan, gaz yetkazib bersa ham, boshqa resurslarni yetkazib bersa ham, Sharq davlatlarining aksariyati Yevropadan ko'ra anchayin arzon oladi. Va Rossiya payt bo'ylayapti. Hozirgi kunda Sharq davlatlari bilan imkon qadar savdoni yurg'izib turish, sanksiyalar bekor bo'ladigan bo'lsagina, demak, Yevropa va G'arbga baribir o'tib ketadi deysizmi? Endi bu masalan Sharqda Xitoy bor yoki umuman olganda global janub va Sharq bugun rivojlanyapti-ku. Bilasizmi, Rossiya bularni juda istiqbolli bozor hisoblamaydi. Rossiyaning tovarlari, Rossiyaning mahsulotlari Xitoyda o'zining o'rnini ham topa olmaydi. Raqobatbardoshlik bo'yicha, sifat bo'yicha, texnologik jihatdan. Hindistonga ham boyaga aytib o'tganimdek, Hindiston ham, Xitoy ham, boshqa ko'plab Osiyo davlatlari asosan Rossiyaning resurslarini olishni xohlaydi. Bu gaz, neft,
o'rmon, shuningdek metallar, turli xil, endi Rossiyada juda ko'plab turli xil metallar, hattoki suv resurslarini, hattoki yer resurslaridan foydalanish istagini bildirayotgan davlatlar bor. Bu Xitoy. Rossiyadan shu iloji bo'lsa millionlab gektar yerlarni olib, u yerlarni ishlatish, xuddi ijaraga olib ishlatish hisobiga, demak, hosilni ma'lum bir qismini Rossiyaga, qolganini demak o'zlariga olib ketish uchun. Demak, bu yerda Rossiya ko'proq resurs baza, Osiyo va Sharq uchun. Yevropa uchun ham resurs baza, lekin ularda Rossiyaning resurslari anchayin qimmat. Endi gaz, neft, boshqa bozorlarga kirib olish bu Rossiya uchun juda katta imkoniyat degani. Shuning uchun Rossiya bu yerda ko'proq sanksiyalar yechilishini kutayotgan davlat sifatida namoyon bo'lyapti nazarimda. Buni Xitoy biladimi? Buni albatta Xitoy ham biladi. Xitoy juda yaxshi bilib turibdi va shuning uchun Xitoyning bugungi siyosati, iqtisodiy siyosatida yotib qolguncha otib qol masalasi. Ya'ni kim hozir urush sharoitidami, urush sharoiti cho'zilib turibdimi, Rossiyadan imkon qadar resurslarni o'ziga so'rib olish. Chunki agar sanksiyalar yechiladigan bo'lsa, ertaga bu resurslarga osongina xaridor topiladi va u xaridor albatta Yevropa davlatlari va Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lishi mumkin. Buni Xitoy juda yaxshi biladi. Shuning uchun ham jon-jahdi bilan yopishgan deyishimiz mumkin. Rahmat Bektosh aka. Keyingi savolimiz, boya o'zingiz eslatib o'tdingiz, Qirg'izistonda bugun erta kollektiv hamkorlik tashkilotining kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining nimaga mana shunday shartnomasi tashkiloti? Oldingisi ham Varshava shartnomasi tashkiloti. Endi chiroyliroq nom qilsam, shartnomaning tashkiloti g'alatiroqda. Demak, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti, ruscha ODKB. ODKBning navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tadi va bu yerda ishtirokchilariga e'tibor berdik. Bu yerda Armaniston yo'q. Demak, Belorussiya prezidenti Lukashenko, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev, Vladimir Putin Rossiyadan, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va endi tabiiy Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Sadir Japarov, chunki bilamizki 25-yilda Qirg'iziston ODKBni raislik qildi va endi bu Rossiyaga o'tyapti. 26-yilda Rossiyaga o'tyapti. Bektosh aka, ODKB bu kollektiv xavfsizlik. Ya'ni biriga qandaydir xavf tug'ilganda qolganlar yordam berish. Bir marta ishladi bu, ya'ni ishlatishdi, Qozog'istonda ishlatishdi. Shu yanvar voqealarida endi Qozog'istonda tashqaridan xavf yo'q edi, ichkaridan nimadir bo'ldi, o'zligi bilishadi. Ali Nazarboyev va To'qayev o'rtasida nimadirmi, xullas nima qilishdi. ODKB yordamida tinchitishdi masalani. Armaniston rosa so'radi, Ozarbayjon bilan urushdi ODKBni, lekin Rossiya bunga botin olmadi. Qozog'iston ochiq aytdi, hech qachon buni kutmang dedi. Ya'ni bizda Ozarbayjon qardoshlarimizga qarshi qurol bilan kirishimizni hech qachon kutmang dedi. Endi Armanistonni so'rashga haqqi ham yo'q ediki, chunki Ozarbayjon Armaniston hududiga bostirib kirmadi, o'zining hududini qaytarib olayotgan edi. Bundan tashqari Rossiya Ukraina urushi boshlandi, Bektosh aka. To'g'ri, bu yerda Rossiya urushi boshlagani uchun ODKBni bu yerda majburiyati yo'q edi unga yordam berish, ammo Kurskka kirganda Ukraina hamma gapirishni boshladi. ODKB qani? ODKB qayerda? Axir Rossiyaga hujum bo'ldi-ku. Bunda ham ODKB hech narsa qilgani yo'q. Va Rossiya Shimoliy Koreyadan askar olib kelishga majbur bo'ldi. Mana shuncha gapni aytdik. ODKBning kelajagi bormi? Kelajagi haqida gapiradigan bo'lsak, bu albatta Rossiyaning qancha uzoq vaqt barqaror qudratli davlat bo'lib tura olishiga ko'p jihatdan bog'liq. Demak, bu Rossiyaga bog'liq. Bu Rossiyaga bog'liq. Chunki tuzilmaning o'zi Rossiyaning manfaatlari ko'proq manfaatlari ustunligida tuzilgan tashkilot. Garchi kollektiv xavfsizlik bo'lsa-da, bu hech qachon kollektiv xavfsizlikni bajara olgani yo'q. O'zingiz aytib o'tdingiz, tashqi agressiya bor, ichki agressiya, tashqi ichki tajovuz bor. Tashqi tajovuzga nisbatan hali birontasiga nisbatan bir tayinli tashqi agressiya bo'lgani ham yo'q, tashqi tajovuz va tashqi tajovuzda kollektiv xavfsizlik shartnomasi ishtirok ham etgani yo'q. Qozog'istondagi bu ichki. O'zbekiston tomonini bilasizmi? Nima uchun kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo bo'lmaganligi mana shunda ko'rinadi. Ya'ni provokatsiya yo'li bilan ham ichkarida kirib kelish mumkin. Ichkarida biron bir nizoni avj oldirish mumkin va bemalol shu bahonada kirib kelish ehtimoli bor edi. Chunki kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotida qarang, shunday bir bandlar borki, agar biron bir mamlakatda
agressiya natijasida ichki va tashqi nazarda tutilganda natijasida notinchlik hosil bo'ladigan bo'lsa, mamlakat rahbarining so'rovi bilan demak kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kirib kelishi mumkin. Biz aytdik, mamlakat rahbarining emas deyildi, O'zbekiston tomoni aytdi. Uning parlamenti ratifikatsiya qilgandan keyin degan bandni kiritdik. Ular esa rozi bo'lmadi. Yo, parlament shu, ya'ni kim tasavvur qiling, ichki nizolarni maxsus avj oldirish ham mumkin va to parlament rozi bo'lmaguncha kirish qat'iyan taqiqlansin mamlakat hududiga. Ahol bu O'zbekiston taklif qilayotgani super demokratik talab-ku. Ana haqiqiy demokratik talab. Biz aytdik, mayli, marhamat, biz a'zo bo'lamiz, lekin shunda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bilan kelisha olmay qoldik. Bilasizmi, bir paytlar endi bu gaplar har doim ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinmagan bitta gap bor-da. Endi muxlislarimizga albatta bir yangilik sifatida aytishimiz mumkin. Birinchi prezidentimiz Islom Karimov armiyani mana shunday kuchaytirish, mana shuncha qurol-yarog' olib berish lozim deb birinchi O'zbekistonning mudofaa vazirlaridan biri, hozir salgina familiyasi yaqinda vafot etdilar, Rustam Ahmedovmidi? Ha, Rustam Ahmedov. Shunda qarab yuboring, Nurbek. Rustam Ahmedov birinchi prezidentimiz Islom Karimovga shunday bir ro'yxat bergan ekanda, shuncha qurol kerak menga, qurolli kuchlarni kuchaytirishimiz uchun deganda prezidentdan savol bo'lgan. Nima uchun buncha qurol-yarog', buncha armiya bizga nimaga kerak deganda aytgan ekanlarki, xorijdagi diplomatlarimizni ishini osonlashtirish uchun bu qurol kerak. Ya'ni tushundingizmi? Ya'ni kim agar bizda shunday kuchli armiya bo'lsa, Markaziy Osiyoda va unga tutash hududlarda bizning tilimiz shunchalik ustun bo'ladi, diplomatlarimiz shunchalik qo'rqmasdan gaplasha oladi degan fikrni ilgari surganligi va mamlakatimizga bu narsa ma'qul kelganligi. Shundan keyin biz kollektiv xavfsizlik shartnomasi, NATO boshqalar bilan hamkorlik qilish yo'lidan bordik. Hamkorlik qilamiz, lekin o'zimizning armiyamizni kuchaytiramiz debda. Shuning uchun ham bugun O'zbekistonning armiyasi bugun to'g'risini aytishimiz kerak, Markaziy Osiyoda birinchi o'rinda deyilyapti. Endi albatta mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasida 2-3 o'rinni egallab turgan qudratli armiya sifatida biz o'zimizni o'zimiz himoyalash yo'lidan bordik. Endi bevosita savolingizga keladigan bo'lsak, demak tashqi va ichki agressiya sharoitida biz har tomonlama o'zimizni, masalan, Xudoga shukr, bugun himoya qila olamiz. Lekin ba'zi bir davlatlar tan olib aytishimiz kerak-da, masalan, Tojikiston Respublikasi bevosita eng katta chegarasi Afg'oniston bilan va Afg'oniston tomonidan bo'ladigan xavfga nisbatan Tojikiston tomoni o'zi chora ko'ra olmasligini, o'zini o'zi himoya qila olmasligini juda yaxshi tushunadi. Chunki bitta narsani tomoshabinlarimiz uchun aytib o'tishimiz kerakki, qurolli kuchlar, armiya sohasi bu juda katta xarajat talab qiladigan soha. Eng katta xarajat va doimiy. Buni kambag'al davlatlarning to'g'risini aytadigan bo'lsak, ko'tarishi, byudjetni ko'tarishi bir muncha og'ir. Kerak bo'lsa Yaponiyaning ham mudofaasini AQSh necha yil o'zi ko'tarib yurdi. Albatta. Mana bunday sharoitda Tojikiston, Qirg'iziston singari davlatlar Rossiyaga suyanishga, Rossiyaga tayanishga majburmiz degan bir narrativlarni ilgari surdi. Mana shunday tafakkurda turibdi va bu hozir ham amal qilib kelyapti. Endi o'zingiz aytib o'tdingiz, Armaniston masalasi bu umuman unikal holat edi. Bu yerda hech qachon aralashmasdi, aralashmadi ham, aralasha olmaydi ham. Kurskni aytib o'tdingiz. Kurskka kirganda bundan tashqari bugun Rossiyaning ichki hududlariga ham Ukraina tomoni jiddiy zarba beryapti. Qani bu yerda ODKB nima qilyapti? Hech nima qila olayotgani yo'q va bir nima qilish salohiyatidan ham anchayin yiroq deb o'ylayman men ODKB a'zolarini. ODKB a'zo davlatlari shundayki, ya'ni ular ko'proq Rossiyadan va boshqa davlatlardan yordam kutishi mumkin, lekin Rossiyaga yordam bera oladigan darajada ham emas. Endi bularning ichida albatta Qozog'iston alohida qudratga ega bo'lgan davlat, lekin bugun Qozog'iston ham ichki siyosiy jarayonlarni kuzatadigan bo'lsak, bu yerda bir murakkab holat vujudga kelyapti. Ayniqsa etnik ruslar va mahalliy qozoqlar o'rtasidagi holat, til masalasidagi, bugun ba'zi bir shaharlaridagi ko'chalarni nomlash bilan ko'chalarning nomini qozog'istonliklar qozoqcha nom qo'yishimiz kerak desa, u yerda yashovchi rus aholisi yo'q,
rus tilidagi ko'cha, shaharlarning, qishloqlarning nomi qolishi kerak. Ya'ni bu boradagi ziddiyatlar shuni ko'rsatyaptiki, kelajakda baribir Rossiya va Qozog'iston o'rtasidagi munosabatlar har doim ham do'stona bo'lavermaydi. Bunga Qozog'iston tomoni ham tayyor turishi kerak deb o'ylaymiz. Chunki ichki jarayonlar shuni ko'rsatyapti-da va bu narsani biz tabiiy qabul qilishimiz kerak. Biz avvalo tinchlik tarafdorimiz, lekin vaziyat tendensiya shunga qarab afsuski rivojlanayotganligini ham ko'rishimiz mumkin va bundan xulosa qiladigan bo'lsak, ODKBga a'zo bo'lgan davlatlarning ichlarida ham, davlatlar ichida ham munosabatlar har doim do'stona emas. Do'stona munosabat bo'lmagandan keyin ularning kelajagini biz ertaga juda yorug' bo'ladi, kelajakda bular juda mustahkam tashkilot bo'lib turadi deb ayta olmaymiz. Baribir qachondir dars ketish imkoniyati juda katta va bu tabiiy. Chunki mana NATOni ham ko'rib turibmiz-ku, nima NATO juda bir jips tashkilotmikan. Bitta Ukraina masalasida pozitsiyalar turli xil ekanligi ko'rinib qoldi. Donald Trump ularga nisbatan masalan talablar qo'ydi. Xuddi bu yerda ham shunday. Ma'lum ma'noda Rossiyaning ustunligi asosida qurilgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining kelajagini men mutaxassis sifatida juda bir kelajagi bor tashkilot deya olmayman. Bektosh aka, o'zi umuman harbiy bloklarning kelajagi bormi? Harbiy bloklarning kelajagi to manfaatlar tugaguncha kelajagi bor. Ya'ni qachonki ikkita davlatning yoki unga a'zo bo'lgan davlatlarning manfaatlari to'g'ri kelmay qolgan holatda harbiy bloklarning umuman ta'siri bo'lmaydi. Va buni bir necha marta kerak bo'lsa Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an ham aytib o'tdi. Ya'ni NATOga biz a'zomiz deymiz. Biz masalan NATOning biron bir mamlakatiga hujum bo'lsa bizga turib bera olarmiz, lekin NATO mamlakatlari bizga turib bera oladimi? Bunga shubham bor deganliklarini ko'rganmiz. Mana shunday holat. Albatta, bundan tashqari masalan bir necha bor NATO a'zosi sifatida Turkiya Amerika Qo'shma Shtatlaridan haligi THAAD raketalar tizimini so'radi. Bizni sharqiy hududlarimizni, janubiy hududlarimizni himoya qilish kerak deyildi. Bermadi. NATO samolyotlarni bermayapti. Samolyotlarni bermayapti, F-35larni. Qanday qilib bu bloklarning kelajagi bor deyishimiz mumkin? Qachonki manfaatlar bir-biriga mos kelmagan holatda bloklarning ham demak nima deydi? Ta'siri so'na boshlaydi. Agar manfaatlar bir-biriga juda ma'qul keladigan bo'lsa, bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Siz aytmoqchisiz, ertaga Xudo saqlasin NATO davlatlari bilan kimdir urushib ketsa ham NATO juda yordam berib yuboradi deb ishonmaslik kerak. Juda bir-biriga bular suyanib qolmasligi kerak va suyanib qolmayapti ham. Hozir ham ko'rinib turibdi va bir-biriga nisbatan juda kuchli ishonch yo'q baribir. Chunki manfaatlarga qarab o'zgaraveradi. Siz bilan oldingi ko'rsatuvlarimizda ham muhokama qilgan edik. Masalan, Turkiya bilan Isroil o'rtasida urush kelib chiqadigan bo'lganda, mening fikrimcha NATOning aksariyat mamlakatlari Turkiyaga rasmiy bayonot bilan yordam berishi mumkin, lekin asosiy amaliy yordamni Isroilga ko'rsatadi. Chunki u NATOning nima deydi, alohida bir arzanda bo'lgan hamkori hisoblanadi va bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlari muhim qaror qabul qiluvchi ekan, ko'proq mening fikrimcha baribir Isroil foydasiga qarorlar qabul qilinadi. Bektosh aka, mana ODKBda, KXDda, Rossiya, NATOda, Amerika, ya'ni deyarli bir xilmi? Deyarli pozitsiyasi deyarli bir xil. Ya'ni kim u yerda diktavat qila oladi, kim buyruq bera oladi ko'proq yoki kimning taklifi buyruq ohangida yetib kela oladi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlariniki NATOda bo'lgani singari ODKBda Rossiyaniki. Nima uchun deng? Asosiy qurol kimniki? Asosiy qurol kimniki bo'lsa, demak, o'shaning so'zi albatta ustun bo'ladi. Endi ODKBni juda katta jiddiy kuch deb hisoblamaymiz bugun, ya'ni ochiqni tan olish kerak. Masalan, NATOning oldida endi qiyin-da. Albatta. Endi lekin NATOning bugun bo'lishi qanchalik adolatli o'zi Bektosh aka, ya'ni NATOning bugungi davrda. Bugun juda ko'pchilik mutaxassislar shu savolni beryapti. Lekin NATO uchun dushman obrazi yaratilganda, Rossiya va Xitoy degan ikkita dushmanning obrazi yaratib bo'lingan. Lekin ODKB uchun bilib qo'yingki, dushman obrazi yo'q. Bittagina Taliban edi, lekin Afg'onistonda Taliban ochiqcha aytayapti. Biz o'zga davlatlarning chegarasini buzishga bizning siyosatimiz yo'l qo'ymaydi. Biz unday ishlardan umuman yiroqmiz, boshqa davlatning chegarasiga ko'z olaytirmaymiz. Lekin bizning chegaramizni buzilishiga ham biz ham toqat qilmaymiz degan bayonotlarni beryapti. Shunga qarab aytadigan bo'lsak, ODKBning bugun obrazli dushmani yo'q. Chunki ODKB NATOga qarshi chiqmaydi baribir. Albatta, NATOga qarshi chiqmaydi ham, chiqa olmaydi ham. Bektosh aka, sizga kattakon rahmat. Kelgusi kurslarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Hozir